İkinci sual anındaki Seydiye Hallığı, Yaken Seydiye Hallığı, Uygur Hallığı bulup hesaplanmış doğrusu. Endi bu Moğollar bilan Uyg'urlarning munosabati 1200 nechinchi yili Turpan Edqut xonligining xoni Borchiq Artekin Chingizxon bilan shu Krolon yaylig'iga berib bir uchrashib maslahat qilgandan keyin bir birlashma armiya qurgandan keyin paydo bo'lgan do'stlik. Shu do'stlikdan keyin Chingizxon 60 moddalik qonun e'lon qildi. Bu Chingizxon qonuni deb ataladi, o'zlari jasoq deydi. Yani bu qonunda 5-moddasida Moğollar kichik bola vaqtidan tortib Uyg'urcha til o'rganadi, Uyg'urcha urf-odatni qo'llanadi degan. Shuning bilan bu Moğolxon bilan Chingizxon bilan Borchiq Artekin tashkillagan armiya Qarxonilarni besib olgan Qarixtaylarga qarshi urush boshlaydi. Bu Qarixtaylar qanday bo'lib bir ani besib oldi desa, Qarixtay kim? Qarixtay deganmi Moğollarning bir qabilasi. Bu qabila Xitoy tarafga ketib, bek Xitoylashib ketgan. Moğoldek Qoram, Xitoydek hiligar bo'lib chiqqan bir qabila. Moğollarning qabilasi, Qitollar shular. Uni ruslar orqali biz Xitoy deb qabul qilgan. Shu qabila shu. Bu qabila Bejin atrofidagi jurjitlarning davlatini tortib olib, u yerda bir davlat qurib, uzun o'tmay andikin g'arbga yurish qilib, nimani Nayman xonligini og'dirib o'tgan. Nayman xonligi kim? Naymanlarmi Moğollarning bir qabilasi. Ular g'arblashgan. O Xitoylashgan, ma g'arblashgan. G'arblashib bu Naymanlar g'arb tarafda davlat qurgandan keyin o Xitoylar kelib, Naymanlarning davlatiga kelib, ular bilan birga yashab, oxir Nayman xonligini og'dirib tashlab, buni butun shu Qarixtay xonligi deb ataydi. Qarixtay degan g'arbdagi Xitoylar degan gap. U o'zini biz Qarixonilar Xitoylari deb ataydi. Bu hiligar bo'lgandan keyin Qarixonilarga biz sizlarga fuqaro o'g'li keldik, qanday qilamiz, bunday Qarixonilar ishinadi. Avvalo yaxshi qilgan deydi. Shu vaqtda Turpan xonligiga bu bir hili ishildi. Aş Qarixtaylar, Turpan chegarasiga yaqin yerda bir zarohatni o'tkazdi. Necha yuz qo'yni suyu, necha yuz kali suyu, oq otni qurbonlik qilib bir urf-odat bo'yicha o'tkazdi. Bu turk urf-odati. Shuning bilan bu Turpan xonligi qarasa bular urf-odat bildigan ekan, bo'ldi deb ular bilan do'stlik o'rnatdi. Shuning bilan bu Qarixtaylar Turpan xonligidan biz g'arbga o'tmoqchi. Arab xonligi ma tarafga hujum qilib kelib, meni besib olmoqchi bo'lyapti-da. Biz shularni to'saydik. Yo'l versiniz degandan keyin Turpan xonligi ularga yo'l berdi. Demak, Turpan chegarasidan ular o'tib, Qarixonlar tarafga o'talaydigan bo'ldi. Shuning bilan uzun o'tmayli berib, butun Qarixonlar territoriyasini Qarixtaylar, Naymanlar bilan birlashgan Qarixtaylar besib olib, shuning bilan bu Qarixonlar xonligini Qarixtay besib oldi. Buni besib olgandan keyin bu Yusuf Qodirxon buning qarshi shunda qattiq jang qilsa-mu, ularni yengamaydi. Oxir Turpandagi Uyg'urlar ala bilan yana bir Uyg'ur bo'lg'achqa bizning Uyg'urlarni ma Qarixtaylarni deb Chingizxon bilan do'stlik tuzib, armiya qurib, Qarixtaylarni hujum qildiganga kelishim tuzdi. Chingizxonning shu Qarixtay xonligiga qarshi turishdagi yana bir sababi bor. Birisi o'zining bir qabilasi Qarixtaylar Moğollarni yuz o'rgan. Naymanlarmi Moğollarni yuz o'rgan. U Chingizxonga shunda o'tdi.
Chingizxonning onasini o'ltirib etib qochib ketgan Naymanlar shular. Shuning bilan Chingizxon buning qarshi urush e'lon qilib, Turpan xonligi bilan birlikda urush e'lon qilib, bu Chingizxon ularga hargiz rahm qilmaydi. Ash uchirganni qirib, bu Qarixtaylar yerdan qochib, g'arbga ash nega bo'lsa shu Bag'a yerga berib, shu davlatni besilib, shu davlatni ishg'ol qilib, eng oxirida Yevropachilik bordi. Mushu yillarda Uyg'ur bilan Mo'ng'ul birlashib, Sadichinning ichida Chingizxonning bir o'g'li Qublay Sadichinning ichida davlat qurdi, Mo'ng'ul xonligi qurdi. Chag'atay xonligi asosan hozirgi Qashqa, Qarxonlar nimasi. O'xtay nima tarafda? O'zbekiston tarafda. Yana birisi uning g'arbida. O'shunda Chingizxonning 5 o'g'li. Nima Turpan xonligining xoni Borchiqor ekanmi? Nima Chingizxon mening 5-o'g'lim deb ataydi. Shu Kurulun yaylig'ida echilgan qurultayda cho'ng yig'in degan gap. Shu qurultayda Chingizxon shu 60 moddalik qonun e'lon qilgan vaqtda jakalaydi Mo'ng'ullarga. Men shu Borchiqor ekan mening 5-o'g'lim. Biz hozir urushga atlandik. Urushda g'alaba qilib qaytib kelgandan keyin qizim Ola Oltunni shuni yotiq qilib, to'yini shu yaloq qilaman deb nima qiladi, jakarlaydi. Bu hammasi Mo'ng'ul tarixida bor, hammasi bor gaplar endi. Bu aniq endi. Shuning bilan bu butun g'arbni Chingizxon bilan Borchiqor ekan g'arbga hujum qilib, hamma Bushirg'onlik davlatni bo'ysundirib, qaytib kelib Chinxaygacha berib, Ko'knurgacha berib, yerdagi Tuyg'ullarni bo'ysundirib, Tang'utlarni bo'ysundirib yashadiki. Bo'lgandan keyin Chingizxon shu besib olgan, g'alaba qilgan zaminlarning hammasini 5 o'g'liga taqsim qilib berdi. Borchiqor ekan o'zining o'g'li emasmi? Uningga Turpandan tortib quchog'icha bo'lgan zaminni uningga berdi. Yana bir o'g'liga Qashqardan Paloyagacha bo'lgan zaminni. Bu hammasi Chingizxon bilan Borchiqor ekan hamkorlashgandan keyingi bu millat bir millat. Andikin uzun o'tmay bu shu 100 yil o'tmay bular hammasi shahardagi Mo'ng'ullar hammasi musulmon bo'ladi. To'g'liq Temurxonning musulmon bo'lishi, uni kuchadagi Mevlana Arshiddin musulmon qilgan. Shuning bilan Mo'ng'ullarning shu o'sha kelgan Mo'ng'ul, Chingizxonga ergashgan Mo'ng'ulning hammasi Uyg'ur musulmon ketdi. Endi yerda qilib qolganlari shu qalmoq deganda, shu ichki Mo'ng'uliyada ozroq qolgan. Ular xalmik deydi. Endi bu Mo'ng'ullar bilan bular endi biz millatimizni saqlab qolish uchun boshqa bir din topmasak bo'lmaydi deb, Dalay Lamadan Lama dinini o'rganadi. Dalay Lama ya'ni o'qigan eng yaxshi o'quvchi G'oldonga bu Uyratlarning xoni deb fatvo chiqarib berib, u ilvodisi kelib Jungar xonligini qurdi. Endi Mo'ng'ullarni saqlab qolish uchun Uyg'urlarga ozroq hayva ko'rsatib qo'yish uchun Yakan xonligi bilan bir urush qildi. Buni Abbaq Xo'ja tergan, uning ikki o'g'li Burhoniddin Xo'ja, Jahongir Xo'ja ashular tergan. Uni shu Jungar xonligi Gadantog' degan tog' shu qo'rg'onga sulab qo'ygan. Bu endi shunday ishlar. Keyin Chin sulolasi kelib, Chin askarlari kelib, Gadantog'ni qilganda uni elib olgandan keyin Jahongir Xo'jani boshlab Turpan kelgan vaqtda xalq qarasa bu Jahongir Xo'ja Mo'ng'ullarni, nimalarni, Manjularni boshlab kelgan, shuning bilan xalq qo'zg'olib ko'tirib, yerni cho'ng qirg'izlik qildi. Bu urushlar endi qalamqanchilik urushlar. Lekin nima bilanmi Yakan xalqi bilanmi bir urush bo'ldi. Bak cho'ng ish emas. Endi bu endi
Yakan xallığı şu tarihteki Uygurlarning bir qismi. Şu Osmanlı taz kuşaygan vaqtda Tarım Vadisi'deki Uygurlar hem Moğollar kuşaygan Xitoyni so'rgan. Alaga Osmanlı sel ajrashgan vaqtda alam parçalangan. Ruslar Türkistan Vadisiga hujum qilgan. Shu shimoldan tortib janubchilik, O'zbekistondan tortib bizning yurtimizchilik hammasi Turkiston. Çarosiya aldı bilan Xiva, Xorizm, Shalak hujum qilib, ya'ni elib olgandan keyin, asta-asta Türkistanning g'arbini 5 respublikaga aylantirib, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston aylantirib, bu sen başka millet, birbiri bilan hech qanday munosabating yo'q deb, hammasi tarixini shunday yezib, bir-biridan bunday ayrılib chiqqan. Bu Sharq Turkiston qilib qolganda, uni Rossiya yordam berib, Angliya yordam berib, Zozungtonga qural zavod qurg'izib, keyin Manjurlar bizni egallab oldi. Bu vaqtda yuz bergan tarix ham shunday tarix. Oldin bir qitim bir liseyada şu Zozungton kelgan vaqtda Angliyaning yordam berganligini deb aytdingiz. Hozir shu gapni bir qitim deb o'tdingiz. Shu vaqt Angliya zodi bu davlat Yoqubbekka yordam berganmi yoki Zozungtonga yordam berganmi? Angliya Yoqubbekka mi yordam qilgan? U endi bir yerda test qilib qolsa, ancha xo'sh bo'lmaydigan davlat. Dünyanın hem yerdeki kalayım karşılıklı tergan şey Angliya. Anı manın uğraş kılıp, manın çigrisini bayanға ayırıp, anın çigrisini emniyette hemmini kıgan Angliya. Hem onu bek tırlap mı ketmeyimiz? Hem rası şu. Rası şu hem de. Yoqubbekka qo'llagan mı Angliya? Zozungtonga pul verip, Xunanda harbiy zavod qurib, Xitoyni qurollantirganmi Angliya? U boy, u dunyoning xo'jasi. Shu vaqtda eng cho'ng dunyoga xo'ja bo'lgan davlat birisi Angliya, yana birisi Gollandiya. Amerika degan vaqtda hech nima. Gollandiyani tillamay turaylik. Tilimi da. Dünya xo'ja bo'lgan bu biz bilan bir ish qilmagan. Bizga ya to'g'ri, yomon bir ish qilgan. Naz biz bu Sharq Turkiston degan ismni qo'yganimiz ajoyib aqlliqchi bir tarixiy bir o'rni va bir ism ekanda shu. Asli Türkiston bir. Onun g'arbini 5 parçalab tugitib etdi. Va sharq qolgandan keyin, bu asli biz bir Türkiston to'q, biz hozir sharqi. Shunlar Sharq Turkiston deymizda, bunayt aqllarni bilan bu Sharq Turkiston deb qo'ygan. Bunun bayrog'i oy bo'lishi hamisi Uyg'ur xalqlari hamisi oy tangridan turalgan. Oy ilohidan turalganlarni Uyg'ur xalqlari etdi. Kun ilohidan turalganlar, oy ilohidan turalganlar deb shu vaqtda Turkiy, Rum qabilalarining aynan hamisining ismi, ama Uyg'urlar hamisi oy ilohidan turalgan. Shunlashqa bu bayrog'imizmi? Ay bayrak, ay yıldızlık bayrak. Bu İslami bayrak deb qaradi, bu ay yıldızlık bayrakni albatta. Bu şu bir nimada qarshi janglarda hamda musulmonlar qarshi janglarda bir subhi ko'tarilgan vaqtida bir ay suzilib chiqiblar, shundan yo'rib ketdi, dushmanlar ko'rilib qolib, shuning bilan musulmonlar shu talafotdan saqlanib qolibdi ekan deb shu ay yıldızını shirkin gap qildi. Endi bunu ma tarixchilar o'zi yozib chiqqan tarix. Endi avmu bunu sürüştürsek, bunun devri yaman uzun. Ay təmiridi bo'lgan, palanı xaqan, ay təmiridin türelgen, palanı xaqan deganlar, ma devridan xeyli uzun devir. Uningda mı bak?
Hem birinci Cumhuriyeti kurganlar özleri falan sabit tamamlamlar hem de mulla denler. Hem o birinci devletini kurgan vakti devlet bayrağının ki ay yıldızının üstüge yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye şehadetini kıygan. Şunun olan hem de bir eğer o ay ilahi diye vaxtıda üstü şehadetini koygan vaxtıda ay ilahi diye mani dillerindeki Şam dillerindeki kayıp kalsa ya ki kökten dediğinde kayıp kalsa üstüdeki şehadet kelimesi onun bulmaydı. Bu vaxtıda bir molladan hem onu ilaqay burunqi nimeden xurabi dolar vaxtı boyunca o ay yıldızını işletmeydi de. Onun da la ilahe illallah dep yazsınız İslam bu da şu. Şey gelmesin karşı la ilahe illallah. Esas bunu- şu arkeologiyaga dair suallar merkezi şey. Mana suallar Boyliq gaplar. siyasi meseleler şu. Siyasi. Aşı arxeologiyalik gapga men javob beray. O mening ishim hamda. Mavlaga hamda onun javob onun mening ko'z qarashim bor, ama uni ba'zilar Belki başta buluşup mümkün siz diyen de gazetçi olmuşsa şirketim değilgen bulur da. Hem ay hem la ilahe illallah. Ya milli İslam boyunca ayla yazmaydı da ayının üstüne Ya. la ilahe illallah de. bu ay yıldızının milli tarihi bek uzun. Ha dini tarih da 800 yılga yakın ay yıldız bolgan. Bunun için bu asıl bizimcik tirkeşmeydi o. Ama milli tarih uzun o ay yıldızının. Uzun bir qancha ming yillik bardagan bir tarix. endi ba'zi bayroqqa xat yozib uning mazmunini ozroq o'zgarsa o'zgardi. Shu mazmun o'zgardi shu. Endi uni endi aslida shu oyga cho'qinish bizda burun bor, burun bor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk layihələr və Türkiye degan gap var endi o yezildi görünür. Endi bizninkida Abdulaziz-xon davrida bek jiq mablag' silib Sharq Turkistonda Qashqar tarafda iqtisod gullangan. Abdulhamidxon davrida yana bir cho'ng mablag' silish bor. Hammasida tangi pullarda ismi bor. Dachan pul bor, oltin pul bor, tilla bor, nima bor, kumush pullar bor. Demak, shu vaqtda Osmonli bunga mablag' solgan. Hamda Atatürk davri bu 22-yildagi ish. Bu vaqtlarda kommunizm yomon bek avjab ketgan vaqt. Atatürkning ideyasida azroq bor shu. Shunga bu gaplarni endi jiq deb ketmaymiz. Endi bu u qo'lladi degan gapni anglagan ham pokitlik endi. Resmi yazıpta yani 33 Cumhuriyeti'nin bayrağını Atatürk layihəlab yollagan. Endi siyasi jihatdan bizga foydasi bor. Sabırlarla Türkiye'ye olan küreşmeye eden. Türkiye milletlerinin devletleri deb yezib qo'ysa hech bo'lmasa ayada birisi bo'lsinmi deb to'g'ini yani foydalar yana. Vizya tiknesine çıkarmış Bu sualni yo'tkaylar. Bosh suallar bo'lsa so'rasam. Yani beni aslında vizya tiknesine sonuçlayıp Tamam. sonra kaynak bir de. 3-yili biz sabit tamamlamış örtümüzden kurtulduk. Şuna dair bir arxeologik tarixiy ma'lumot shuna dair bir dalil isbotlansa muzeyxonada o'z ko'zi bilan ko'rib shuni ko'rgan shuna dair ma'lumot yapti materialini yani isbotlangan. Xitoy shunday xalqaradagi shunday tarqib ketishindek ansiragan. Senin muzeyxonda arxeologik tekshirishda qatnashgan shuna dair ishlar bilan uzun qilgan bir arxeolog sifatlar bilan şunun dair öz közleri bilan ko'rib şunun bir ma'lumotlar varmış to'g'risida. Endi birinchi Sharq Turkiston 33-yil qurilgan. Uning asar atiqalari tanga. Mis yarmaq, kumush tanga, oltin tanga, bular hammasi uning ustida ismi bor. Bu shular narsalar. Endi uningdan
jiq bir narsa muzeyda yo'q. Endi mana ikkinchi Turkistonning qurol yaroqlari, tapancha, pulemyot, shu harbiy pagulla, buningga doir narsalarni aytib ko'p. Ha, ular ko'p. Uni odatda tutqazmaydi. Endi shu muzeyning iskilatini bir Xitoy tutadi. U kim desa, g'oljilik Xitoy. Ota-onasi qirilib ketgan Xitoy. Tutunma. Shunisi bo'ldi. Gap shunchalik bo'ldi. En ashaddiy kuch o. Shu deymi, muzeyda raslanganlik bizning birinchi qadamda Cumhuriyetda devlet rahbarlari unga bir resim bor, Sabir Damollaning tunaymiz hozirgacha, boshqalar bilmaymizda. Nurg'un tarixchi Nurg'adamni so'rdik, o'sha resimdagi o'zimizning bir Cumhuriyetni qurgan mashhur shaxslarni tanimaymiz endi. Shuni ismini bildigan bir animamiz anlab baqdimiz. Hamma Uyg'ur izinib baqqanda shu to'g'risida kimdi bu resimdagi? Uni izindigan odam yomonchiq. Endi hozir shuni iznishga boshlagan odamlarning yeshi u davrni bildigan odamlar emas. U davrni bildigan odamlar u bizga dab bo'g'ichilik qoldirmayli ketib qolgan. Endi Kamera yo'qdi. kamera yo'q vaqtlarda. 80-yillardami tehi oq-qora resim boshqa ismi tortilgan. Shaxsning ismini bilmaylikda biz. Sizning shu yaqinni ilyapmiz. Shu 2018'de emdilerden ilyapmiz. Demek o hiç günah yok. Gezip kaldırmagan Hizmetini burun kılışını gerek demekçi değil mi adam? Anlayınca benim bir bayağı köçüşün gibi oldu ya. Orkun vasili köşkende. Anlayınca ötken hemen böyle internet WhatsApp'ta da bir ders bölgen köprüsünden yazganım için. Mongoliya köçüş gereği Uygurlar verilen. Önerse, sizden de bak köçüşün tarihi derslerini bayan değişti. Anda Mongollarla fakat böyle düşman iş bakmadan ezelden yakşı birlik yaşanan millete. O adam başında yıldı. İsmi yok mesela. Soru işittiren bir isimle yılganın ki belki köyde var mı? Mongoliya köçü diyenler. Bu tipi münasebet bir eski. Siz aslında Kadakarız mesela bu adam dedi de Azermuş günde. Hakikaten böyle zulümga, hakikaten böyle şükürlükye, ömrüsüge yok abi hiç kalpülen düşkeli olan bir tayitte Uygur'a yeni bir köçük nokta. Köçse Mongoliya köçü gerek. Üye bunun tarih münasebeti var. Birisi gibi vatana yine diyen. Aşında bir kolaylık yerlendirdi o. Siz belki gördünüz mü? Ya siz yazdınız mı? Endi bu Mongoliyaga qayta ko'chmaydi. Azminni bikoq bersa, bikoq turib ketmaydi Uyg'ur herkes. Ya o'lim ya ko'rim. O Mongoliyaga ko'chsin degan gap Xitoyga Şu aşına koyuldum. Hocam siz diye yerde. Xitoy deydi. Uyg'urlarning yurti ayet etti deb uzun yil dedi. Doğru. Eng oxirida biz uni demoqchi shunchalik bo'ldi. Endi hozir endi uningga nimasi yo'q, shuning g'olchilari desmi deydi. Shunday gapni. Sualni xato yetkazdik, men aniqlab topay. Maqolada dilgini biz Xitoyga yani Sharq Turkiston azod qilish uchun cho'qim bizning vatanga chigirda cho'g'ayib O da turishimiz kerak. tatbikat bolu da mı yani? Bu degan endi siz degan gap endi taktik masalasi. Buni endi Xitoy bilan urush qilish uchun oyat turib urush qilish kerakmi, maya turibmi? Oyatda bizning kuchimiz yetmaganligi sal mayinqaroq kelib turib, yondan salimizmi degan gap. Buni harbiy qo'mondonlar tadqiq qilgan ish. Şu bak aşına oturup koyup toptamdı. Aşı Mongoliya'da çiçek kasan oturdu. Masalan, Mongoliyada o biz turgan davlat qurgan yerda hozir Mongolmi yo'q, hech nima yo'q. Xitoymi yo'q, hech nima yo'q. Turmaydi yerda bir kim. Chunki u bir sharafli yer, sezgir yer. Endi keyin biz Hindistonga borgan. Aqsaychin Hindiston hozirmi bu Uyg'urning deydi, e'tirof qiladi. Endi degan boshqa dinda demay, kuchiman desa, shu Aqsaychinga bosim bo'ldim. Masalan endi ayadimmi sog'li bo'ldi, Xitoyni mayadimmi sog'li bo'ldim. Afg'oniston degandimi bir Turkiston deb bir yer bor.
Aşağıda bir çigrisi hiç qanday davlatga tava olmagan bir zemin bor. Birleşken Devletler başqurtgan. Shunda yerga kirib tursiqo bulatdi. Hech qaysi birimi deyamaydi. Yerga turmay, Pokistonniki kirib olib har xil ishlar bo'ldi endi. U Pokiston degan Xitoyning kuchiga. Bu gaplarni endi baqib kelsak bo'lmaydi endi. Chet eldagi aşu atrofdagi kuchlar aşu sil degan yerga kirib tursin, turib olaydi, ammo yaxshi yerda turmay xato yerga kirib oldi demak. Shu. Ben size söylerken ben de bu nesneden sen belki kimse başka ekip kalsın cevap vermişsiniz buldu. Beni anlaşımca ne çok da anlam kevat ben ba qeyrinişimiz de mi anlam kevatımız Uygurlar'ın ait yaxşı bir tarih barken küçük devlet küçük ilki nimba barken to azığı için mi nurgu devletle istirap kolu ki mesela Türkistan'da bir yer barken to Pakistan'da Hindistan bir yer barken to yalnız falançı Çetelniki şu arkeologlar bizim ekreye yaxşı bildi dedi o bizim işimizde. Şunda yaxşı ispatla teyyaki hazır muşu şarayettim o muşu vaziyettim o. Lakin aşı nesne neymiş çıkmaydı bütün dünyada neymiş görünmeydi. Biz şunda bir mühim bir milletken biz tarih olsun öğütmüş kılı avazımızda anlatımızda sek kılı nesle toluk kendik bizde. Lakin az neymiş ka bizde hiç kim bilmeydi. Uygur dese yalnız Uygur tarih dese okuyanlar bilirdi o cihette okuyanlar tırışıkanlar bilirdi o neslerini. Lakin normal haberlerde mesela yalnız o Discovery kanallarda nemişince koymaydı mışına neslerini. Uygur mışına bir millet mışına bir çoğun nesli ulaniki tarih mançı uzunluk sıfat mı ba mesela siz sıfatlarını çıkılan adam sıfatlar mı ba nemiş ki o neslerini az görürüz. Sizinki muşu cihette özünüz göz karşınızda bir anlatmasam. Endi sizlarga bu masala endi siyosiroq. Ne odatda buni javob bermaydigan ish endi. Ammo mening ko'z qarashim bor. Endi biz suhbat emasmi? Endi deb qo'yay. Uyg'urning kimligini dunyodagi har qaysi davlatlarning aşı eng cho'ng yeri tədqiqat o'rni shunday yaxshi bildi. Yaxshi bilmaydiganlar yana Uyg'ur o'zi. Ben mesela. Agar Uyg'ur o'zi nihoyat yaxshi bilsa, da'vogar kuchli bo'lsa, qozi mutam bo'lmaydi. Biz meyada mustaqil bo'lamiz deymiz. Yurtda biz Xitoy bilan birga turamiz deydigan Uyg'ur bor. U Xitoy qo'ygan. Xitoy chet elga avatib qurgan nurg'un ba'zi qurolli tashkilotlar bor. Ular ta hozirgacha Xitoyga bir pay etib boqmadi, o'ziga otadi. Mushunda ishlar bo'g'ashqa bizni voy Uyg'ur xo'jam sen manda xo'jamding qo'pa o'rningdan deb askarni akirib Xitoy bilan urushib sizni o'rtog'izga qo'yib chiqadigan davlat yo'q. Siz tatqizib qo'ygan zaminni o'zingiz tatib olishingiz kerak. Shuni qo'llaydi, qo'llamaydigan davlat yo'q. Ammo hozir shu qo'llamamdi, shuni uqmaydi Uyg'ur o'zi. Ashuningga qat'iy ishonsa, qaysi davlat qo'llaydi, qaysi qo'llamaydi, ashuning bilan munosabatni yaxshi qilsa, hammasi qo'llaydi. Hamma yerdan yordam oldi. Hozir endi kommunizm degan go'y bizning kallimizni qaymoqtirib etgan. Ben kulumnikidek bir cevap aldım. Çünkü bu cevap yan bir nesbillerki buldu. Hep yani özümüzde. Özümüz kokap cüme. Meyde kaç milyonu bulup kes, milyar bulup kes Xitayda. Özümüz birleşip küçük olsak mı? Niyetimiz bab olsa biz yani kılalaydık. Yani kılan vaktimizde başı dövlet mi? Ya da yapmış mümkün. Sen bo'lmaydigan gapdan birini qilib qo'yay. Ayada bizning tuqqanlarimizni tutib, ayaga sulab qo'ysa, meyada quruq shuar to'g'lisak, Xitoy ko'ziga ilmaydi bizni. Xitoyning meyada adimi bor. Xitoy davlatining elchisi bor. Xitoy allaqachon e'lon qilib bo'ldi, Uyg'urlar bizning elchixonalarimizga hujum qilib, bizning odamlariga qasd qilishi mumkin deb. Ashuni allaqachon pamlab bo'ldi, ammo Uyg'urlar da qarab beqib asla ketdi.
Endi mening demoqchi bo'lganim, abi o'g'ab oldim bir nechisi. Berib bir yoqasini siqsa, ma davlatda sizni jazolamaydi. Jazolasini oz jazolaydi. Mushunda o'g'ab chiqmoq azod bo'lmaydi. Ha bo'ldi endi gap. Ana bir javobchilik o'tildi aka. Siyasi ketmesin bo'ldi men gap qilmayman. Sen xato qo'yibdi. Cevap olsun okuyla oldu. Bunu da öte yaşamak Mushunda gapni uchirdi. Buni o'chirdim. Buni o'chirdim. Akalar juda alib oldi. Mushu qamus bog'i xalqaro Viki şunun ishonchli darsi qanchalik? Siz ko'rib baktınız şunun maqolalari Uyg'ur bizning tariximiz to'g'ri. Endi mushuningda bizning Uyg'ur masalan g'arbni ko'rmay bu narsa bo'lib qolsa biz o'zimizning manbalarimiz yo'q-da. Faqat chet elning manbalari. Bizning mushtu o'zimiz chiqargan bir manbalarni qo'shib qo'yganimda sizdek tadqiqotchi, tarixshunoslar orqali. Endi yeni bir savol, endi sizning tarbiyalayotgan shogirdlaringiz bormi degandek. Keyingi Başka arkeologlar, ha? Ha. Nima ish qilamiz? Arkeologlar. Endi Viki degan shu bir qomus. Shu ba bilimni to'plab ashaga Uyg'ur desa Uyg'ur doirni hammani to'plab yozib chiqadigan ashunda bir qomuslar. Bu qomuslar ayt yaxshi. Ham shunimi adam yozadi. Birisi Uyg'urni toz bilmaydiganlari bilmaydiganroq yozadi. Bildiganlari toz bildigan yozadi. Siz Wiki'ning aşı nech xilini izdan. Aşının ichidan siz aşı kutgan javobni oldigingiz va ololmaydigingiz var. Bunu mu adam qilgan ish. Yani demakchimanki, ay Wiki'ni siz mi yozing? Yo'qsa bizim guruh tashkilda. Siz mi yozing? Ha. Endi mening shogirdim pahmi dedingiz. Uyg'urlardan arxeologiya o'qigan ikki adam bor. Oliy maktabda o'qigan. Qolganlari kurslarda o'qigan, shu muzey o'zi uyushtirgan, qazishni bildigan bundaqlar. Endi birisi mendan 1 yil o'qigan bir İdris deb birisi bor. U Xitoycha o'qigan bola. Hozir Kogusoning sojini vatanda. U chetkimi chiqdi. U chetkimi chiqdi. Nurg'un qizishlarga asosan shu qatnashdi. Hammasi qatnashdi. U bir mi yozmaydi. Ushurlarning hammani bildi. Ba'zi WeChat'da mening og'inlarim o'ltag'ayadi umuba. Qurbon salom deb qo'yinglar deydi. Biz savoqdash emasmi? Uyg'urlik baki yani. Ba. Endi o chet elga mi chiqdi? Chet elga mi chiqdi? So'janki. Chet elga mi chiqdi? Ammo nima qilmaydi? Uyg'ur bilan ko'rishmaydi. Ko'rish bo'lmaydi. Endi u shunda adam endi.